Yerda sizlar bilan yana Davlat Soliyev kanalimiz kechqurun videolar olyapman. Shuning uchun sizlar ovozim yaxshi chiqmayapti. Tushunasizlar degan umiddaman. Yangi tarkibda katta o'zgarishlar bo'lgan yo'q hali. Mana ko'rib turibsizlar o'zlaringiz. 3-chi Dynamic Stars playerimizni olamiz. Hammamiz ketdik. Kim tushar ekan bizga? Darvozabon. Katta ehtimol Bono yoki Bono afrikalik. Bularga o'xshayapti. O'sha. The fans can't believe they're seeing him wearing the club shirt. Nima deyish qiyin. 3ta bola yaxshi o'xshab ko'rinmayapti. Bu video shulardan iborat. Kattaroq videolar qilmoqchiman. Ko'rib turgan bo'lsangiz, like va podpiska bosib qo'ying. Podpiska qilganingiz uchun katta rahmat.